Do'stlar qaranglar, men hozir sizlarga to'liq ko'rsataman. Xo'sh, hozir birinchi telefonni ko'rsatay. Xo'sh, mana 50 million so'm hozir tashladik. Bitta minusga kirib qoldi. Endi XBet o'zidan ko'rsatamiz. Xo'p, mana ko'rib turasizlar, 20 million yedik, iziga 50 million tashladik. Iziga mana 80 qildik. Endi shuni sizlar bilan birgalikda ko'taramiz. Xo'p. Buni qaranglar do'stlar, 98 koeffitsiyentli o'yinda hozirroq o'ynab turib 98 koeffitsiyentni ushlaymiz bugungi videomizda. Bo'lmasam biz boshladik, qaranglar. 62500 so'mdan eng yuqori koeffitsiyentlarga tikamiz. Короче, 5 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan koeffitsiyentda yutuq chiqishini kutamiz. O'shangacha o'ynab turaveramiz. Atak. Asosiysi qarab turish kerak, nima chiqmasligi kerak. O'zi bu asosiy strategiya bu emas. Asosiy endi boshlanadi. Xo'p, oshiramiz summani. 377 chiqmadi. Oshiramiz 250 ming. 377. Yaxshi, dalchani bitdi. 377 chiqmadi. 500 minglik. 4 chiqmadi. Dalchi 10 chiqadimikan? Yo'q. 4 Давай 4 Mana Fallurina Cappuccino bo'ldi-ku. 1 milliondan 5 koeffitsiyent. Oh, chiqdi 5 koeffitsiyent. Yaxshi. 83 million bo'ldi. Ikki tushiramiz endi. 250 mingdan yana ketdik. 288 chiqmadi. Chiqmasligi aniq edi. Xo'p, 9 koeffitsiyent. Chiqsa agar 98 ga boshlardim. Chiqmadi. Davay. 258. Xo'p, bitta normalga x ushlaylik, boshlaymiz 98 koeffitsiyent ushashi. Chotki x chan ushlasak bo'ldi. Bosaveramiz sразу. Davay 1 million so'm. 24 axuyet qilardim chiqsa. Chiqmaydi, lekin chiqadi ham. Endi shikam 98 o'shanda ushagandek bo'lasizlar. 3 oldu yana. Dalshi 108. Uy, bilan 108 spesialni chiqsin desam, chiqmadi ya, bilan. Oy, 5 nushadik-ku. Normal bo'ldi. Ana endi biz 98 ni boshlaymiz. Qaranglar. 6200 lik minimalka bilan 5 marta eng kichik koeffitsiyentga bosamiz. Meshiba bo'lishidagi. 1 eng kichkinasiga 2 Давай 3 4 5 6 bo'ldi. Ana endi qaranglar. X tushiramiz, 3100 qilamizda. Voy bilet, shunisi qolsin. Eng yuqori koeffitsiyent, ya'ni qaranglar. 5 koeffitsiyent chiqishini kutamiz 3 marta. Davay qaranglar. 5 dan yuqori yoki 5 koeffitsiyent. Mana bitta bor 8. O, 9 nishon qo'ydi axuyet. Davay. Mana bu 2, yana 8. Qani 5 dan yuqori. Endi bunda yo'q ekan, hisob bo'lmaydi, kutamiz endi chiqquncha. Tez chiqadi lekin. 297. Hop, 19x zo'r. Ana endi do'stlar 508 ga biz boshlaymiz. 125 ming so'mdan ketamiz. Qani go. 98 10 marta 125 ming so'mdan. Oy, ikkita da chiqdi. Ikkita. Strategiya nima dedi? 125 ming so'mlik strategiyani qaraydi. Ko'rib turganingizda ikkita dagonda chiqdi 98 koeffitsiyent do'stlar. Gap yo'q vaqti. Chotki berib qo'ydi yutuvchani boru. Vaqti zo'r. 97 millionga ko'tardik. Уже нормальный. Xo'sh, qaranglar, endi dalchi bir
Yuqori kasing yana ushlash kerak-da baribir. Xo'sh, ketyapti 100 qilamiz balansda. Stop lossga. Menimcha bunda bo'lmaydi.